Toshkent viloyati Bo'ka tumani Quldiroq mahallasida qor. Bitta bizda emas, bilamiz. Bloger bor-ku, Bobur Mansurov. Qor faqat sizlarda qor bormi deydi-yu. Bizda ham qor bor. Prosta maqsad qor emas. Video emas. Bu mana bu semizga mahsulotiga tayyor bo'lgan elevatorimiz. Bu xudo xolasa Qoraqalpog'iston viloyat deymizmi, respublika deymizmi? Avtonom respublika. Tayyor bo'ldi. Semizga mahsulotiga. Buni endi jo'natamiz. Mashina, katta mashinalar bari metanda yuradi. Metanda yurganining sababi hozir bir sal qiyinroq bo'lyapti jo'natishimiz. Mashina muammo. Mashinalar bor, ancha qimmat aytadi. Semizga mahsulotiga kattasi 32 millionlik bu elevatorimiz. Bunkilar ham katta mana. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Shuni kattalik qildi, ko'plik. Mana setkilar. 3lik setga qo'yib berganmiz. 3 qo'yib ber dedi, bo'ldi. Boshqa setki kerak emas dedi. Shu tozalanadi, fotoseparatorga tushadi keyin bundan. Shunaqa. Omon bo'lasizlar, oshnalar, og'aynilar.